Assalomu alaykum aziz do'stlar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bugungi bir kunlik hayotimizda videoga olib, qanday bo'ladi, nimalar bo'ladi, hammasini tasvirga olib, chiroyli qo'yishga harakat qilamiz. Bugun ertalabki soat tong 5:30. Bugun yo'lga chiqib ketyapmiz inshaalloh. Bozorga borib mayda-chuyda olamiz, mayda-chuydalarni olib, bozorga olib borib sotamiz. Bugun kechgacha necha pul qoladi, nima bo'ladi, nima qo'yadi, hammasini video olib asosga qo'yishga harakat qilaman. Bizning toychoq bu. We about to turn it on. Samarqand katta bozorlaridan biri Oltin bozorga yetib keldik. Pomidorlarning narxi 4,000, 4,500, 5,000 farq qilib pomidorga qarab. Mana ayollar olyapti. Bizlar ham sovg'a qilib olishga harakat qilamiz. Barchaga charchamayapsizlarmi? Savdoni boshlab oldik. Mana bugun obed bo'ldi. Pomidorlarni 6,5 sotyapmiz. Habsni 7,000, balgarim 7,000. Qovunlar 20 ta olgandik. 2 dona qoldi. 30,000, 35,000 sotdik. Sotib olishimiz 15,000 dan sotib olgandik. Barchaga yaxshi kayfiyat. Bugun mana yuklarni ham sotib tugatib oldik. Ertalab borayotganimizda 1,5 million pul xarajat qilgandik. Hozirgi paytda pullarimiz hammasini hisob-kitob qildik. 2 million bo'libdi. Bir kunga 500 ming pul qolibdi. Xudoga shukr, hammasi joy-joyida. Bizning bir kunlik hayotimiz shunday davom etib yakunlandi. Xudoimga shukr. Hammaga katta rahmat.